Okey, agar siz BYD avtomobilini haydayotgan bo'lsangiz, endilikda antiradarni umuman keragi yo'q. Siz uchun buni to'g'ri o'tdi. BYD ni programma qildirganingizda har doim Countercam programmani yozib berishadi. Bu programmani avtozapusk, ya'ni o'zi yonishi uchun alohida programmalar yozib bir narsalar qilib berishadi. Sizga hozir o'zingiz qanday avtozapusk qilishini o'rgatib qo'yaman. Okey, BYD ni o'zi antiradari bor. Buni qanaqa qilib ishlatish yoki qanaqa qilib avtozapusk qilishni ustalarimiz yo'q o'rgatmaydi, yo nastroyka qilib qo'ymaydi. Videoni oxirigacha ko'rib turib, like bosib qo'yib turing. Sizga qanaqa qilib ishlashini o'rgatib qo'yaman. Oldin mashinani zavat qilamiz. Bismillah. Ko'rib turibsiz, Countercam avtomat tarzda ishga tushdi. Mashinani hozir bitta yurib, Countercam ishlashini tekshiramiz. Ko'rib turibsiz, Countercamimiz avtomat tarzda o'zi ishlayapti. Radarlarni hammasini fiksirat qilib tekshirib ketyapti. Qayerda necha yurish kerak, hammasini ko'rsatib ketadi va yana radardan o'tib bo'lganingizdan keyin avtomat tarzda ekraningizdan yo'qoladi, sizga pameh bermaydi. E'tibor bering, monitorimizni mana top-toza turibdi. Radar yo'q joyda yuribmiz. Bu degani radar o'zidan o'zi sizga pameh berib, asabingizga tegavermaydi. Sizga uni avtozapuskini yoqishni o'rgatib qo'yaman endi. Agar sizda yangi D-Link 5 yoki yangi avtomobil bo'ladigan bo'lsa, smart nastroykani bosamiz, D-Linkni bosib, общийni bosamiz va приложение degan joyi bor. O'shani bosib turib, eng pastroqda tushsa, отключить автозапуск degan knopkani ichiga kiramiz. Bosib, mana mana shu joyda Countercam degan kulchator yoquv bo'ladi. Buni o'chirib qo'ysa bo'ldi. Avtomat tarzda avtozapusk ishga tushadi. Countercam avtozapuskini ham tekshirib qo'yamiz. Ochamiz, chap tarafda 3 ta chiziqlarni bosamiz, eng pastga tushib generalni bosamiz va pastroqga tushsa, start on button degan joyni kulchatorni yoqib qo'yamiz. Bo'ldi, avtomat tarzda Countercam ishlayveradi. 2022-yildan boshlab 24-yilgacha bo'lgan BYD avtomobillari uchun mana bu joydan yoqiladi. Menyuni chapga suramiz va mana bu kvadrat ichida o'zi funksiyasi bor. Отключить автозапуск. Ustiga bitta bosamiz. Oddiyroq qilib aytganda raketa. Countercam kulchator yoqib bo'ladi, shuni bitta o'chirib qo'ysa bo'ldi. Countercam avtomat tarzda o'zi ishga tushadi. Endi bu mashinada qanaqa ishlaydi tekshiramiz. Xudo xohlasa yo'lga ham chiqib oldi, tekshiramiz. Mana ko'rib turganingizdek, chap tomonda o'zi belgisi chiqib, necha tezlikda yurishingiz kerak va qanaqa tezlikda belgilanganlarini ko'rsatib turibdi. Programmani ishlashini ko'rdinglar. 2 xil yildagi mashinani tekshirib ko'rsatib berdi. Вообще ideal ishlayapti. Eng qiziq joyi, mana ekranda chiqib turadigan ikonkasini agar qayerda turgani yoqmayotgan bo'lsa, xohlagan joylarga o'zingizlar olib o'zgartirib qo'ysanglar ham bo'ladi. Okey, videoni ko'rdingiz. Endi shunday ham like bosmasangiz bo'lmaydi endi, okey. Eng qiziq joyi bu videoni mana shu BYD haydaydigan tanishlaringiz bor, hammasiga jo'natib qo'ying. Hammaligi maza qilib foydalansin. Joningiz sog' bo'lsin.